Nimaga oilada hamma narsa sizga bo'lishi kerak? Nima, meni haqqim yo'qmi? Ha, ukam. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Rahmat. Tuzimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Nima gap? Aka, gaplashib olishimiz kerak. Hop, Muammo bor. nima muammo? Bitta savol har doim o'ylantiradi-da. Hop. Nimaga oilada hamma narsa sizga bo'lishi kerak? Mana bitta misol. Mashina ham sizga tegishli. Nima, meni haqqim yo'qmi? Shumi muammo? Albatta. Shunaqa muammo bor ekan. Buni sir saqlamasdan aytsang bo'lardi. Bo'lmasa ichingda ering bosishi mumkin. Mana kalit. Endi mashina seniki. Rahmat. Endi rolni bo'shatib qo'ying. Hop. Aka, unutib qoldiribsiz. Nimani? qadri baland mehribon akam, ishonganim qalqonim akam, himoyachim o'git berguvchi, akalikda otamdek akam. Aka, sizga Matiz emas, sizga BYD yarashadi. Siz bundan-da yaxshilarga arziysiz akajon. Uka. Rahmat. Aka, BYD'ning oldida Matiz kichkina bo'lib qoldi. Har doimgidek kichkinasi ukaga-da akajon. Qutlug' bo'lsin. Rahmat. Matizdan xavotir olmang. O'zim mehr bilan qarayman. Bitta mashinani ko'raylik. qadri baland mehribon akam, ishonganim qalqonim akam. Agar havas qilgan bo'lsangiz, bu videoni akangizga yuborib qo'ying. Siz esa ukangizga. Akalikda otamdek akam. Noldan.